payg'ambarligingni e'lon qilish vaqti keldi. Bundan keyin sen Allohning amri bilan zindondagilarga va Misr xalqini to'g'ri yo'lga va birgina Allohga sig'inishlari kerakligini da'vat qilishga buyurilding. Shubhasiz, bu yo'lda Alloh senga yordam bergay, senga yordam bergay. Alloh senga yordam bergay. Bugun bizga nima taom keltirishlarini aytishimni istaysiz? Bugungi ovqat zog'ora baliq va bug'doy unidan non. Bir necha dona xurmo bo'ladi. Mana shularni keltirishadi. Yuzarsif, bu yer saroy emas, zindon. Bugun nima ovqat? Aytsam ishonolmaysan. Zog'ora baliq, bug'doy unidan non va xurmomi? Sen buni qayerdan bilding? Bu ovqatni endigina olib kelishdi-ku. Sen bugun bizni oldimizda eding. Bugungi ovqat nimadan iboratligini qanday bilding? Men yakkayu yagona bo'lgan zotning payg'ambarlaridan biriman. Ya marhaba.